Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari. Bugun men sizlar bilan juda ham muhim, hatto shoshilinch xabarlar bilan bo'lishmoqchiman. Agar siz 40 yoshdan 65 yoshgacha bo'lganlar toifasiga kirsangiz, ayniqsa 40 yoshdan oshganlar uchun bu ma'lumotlar sizning hayotingizda katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. May oyidan boshlab kuchga kiradigan yangi qoidalar ko'pchilikning kelajakdagi nafaqalari, ijtimoiy himoyasi va moliyaviy barqarorligiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Bu shunchaki bir xabar emas, balki shoshilinch choralar ko'rishingizni talab qiladigan jiddiy ogohlantirishdir. Shuning uchun, iltimos, diqqat bilan tinglang. Bu videoni oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotlarning imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi juda muhim. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar. Keling, avvalo vaziyat qanday bo'lganini va nima o'zgarganini tushunib olaylik. Ilgari nafaqa yoshi yaqinlashgan yoki nafaqa olish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar uchun ish stajini tasdiqlash jarayoni birmuncha soddaroq edi. Ko'p hollarda mehnat daftarchasidagi yozuvlar yetarli bo'lgan. Agar ba'zi davrlar uchun yozuvlar bo'lmasa, guvohlarning ko'rsatmalari, korxonaning arxividan ma'lumotnomalar yoki boshqa hujjatlar ham inobatga olinardi. Masalan, norasmiy ravishda ishlagan davrlarni tasdiqlash uchun ba'zan qiyinchiliklar tug'ilsa-da, bu holatlar ham muayyan tartiblar asosida hal etilardi. Ijtimoiy himoya tizimi ma'lum darajada fuqarolarning shaxsiy holatlariga moslashuvchan yondashishga harakat qilardi. Endi esa may oyidan boshlab vaziyat keskin o'zgaradi. Yangi qonun hujjatlariga muvofiq nafaqa hisoblash uchun ish stajini tasdiqlash tartibi keskin qattiqlashtirilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, nafaqa tayinlashda faqat rasmiy, ya'ni to'liq hujjatlashtirilgan va pensiya jamg'armasiga ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilgan ish davrlari inobatga olinadi. Norasmiy ish staji, guvohlik ko'rsatmalariga asoslangan davrlar yoki shubhali hujjatlar bilan tasdiqlangan davrlar endi avvalgidek hisobga olinmaydi. Bu esa bir vaqtlar norasmiy sektorlarda ishlagan, hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki korxonalari tugatilib, arxivlari yo'qolgan fuqarolar uchun juda katta muammolarni keltirib chiqaradi. Aslida yangi tartib nafaqa tizimining shaffofligini oshirish va noqonuniy holatlarning oldini olishga qaratilgan bo'lsa-da, bu o'zgarish ko'plab insonlarning taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki ilgari mavjud bo'lgan ma'lum bir moslashuvchanlik endi yo'q. Har bir ish kuni, har bir ish haqqi to'lovi rasman qayd etilgan bo'lishi shart. Agar ma'lum bir davr uchun rasmiy to'lovlar pensiya jamg'armasida aks etmagan bo'lsa, bu davr ish stajiga kiritilmaydi. Bu ayniqsa bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida norasmiy mehnat faoliyatini yuritgan 100 minglab odamlarga ta'sir qiladi. Batafsil tushuntirish: kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar yo'q? Keling, bu o'zgarishlarning batafsil tafsilotlariga to'xtalib o'tamiz va kimlar uchun bu xabarlar ayniqsa yomon ekanini aniqlaymiz. Nima bilishingiz kerak? Asosiy jihat shundaki, endi pensiya jamg'armasi har bir fuqaroning ish stajini elektron tizim orqali tekshiradi. Agar sizning mehnat daftarchangizda yozuvlar bo'lsa-yu, lekin shu davr uchun pensiya jamg'armasiga ijtimoiy sug'urta badallari o'tkazilgani haqida ma'lumotlar elektron bazada mavjud bo'lmasa, bu davr sizning ish stajingizga kiritilmaydi. Bu ayniqsa o'tgan asrning 90-yillari va 2000-yillarning boshlarida ko'plab xususiy korxonalarda, kichik firmalarda ishlagan yoki individual tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan, lekin ijtimoiy to'lovlarni muntazam amalga oshirmagan shaxslarga taalluqlidir. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Norasmiy sektorda ishlaganlar. Agar siz hayotingizning ma'lum bir qismida mehnat shartnomasi rasmiylashtirilmasdan, lekin ma'lum bir ishni bajargan bo'lsangiz, masalan qurilishda, qishloq xo'jaligida, savdo sohasida, yordamchi sifatida yoki xususiy ustaxonalarda, bu sizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Chunki bu davrlar uchun hech qanday rasmiy yozuv va to'lovlar mavjud emas. Birinchi misol: Otabek aka, 58 yosh. 1995-yildan 2005-yilgacha o'zi yashaydigan shaharda kichik bir do'kon ochib, tadbirkorlik qilgan. U nafaqat do'kon ishlarini o'zi yuritgan, balki bir nechta yordamchi ham olgan. O'sha paytda soliqlar va ijtimoiy to'lovlar tizimi unchalik qattiq nazorat qilinmasdi. Otabek aka o'zining faoliyatini to'liq rasmiylashtirmagan. Shuningdek, ishchilari uchun ham to'lovlarni muntazam o'tkazmagan. Uning mehnat daftarchasida faqat kolxozdagi 15 yillik ish staji va keyinroq rasmiy ishga kirgan 7 yillik staj qayd etilgan.
Endi yangi qoidalar tufayli uning 10 yillik tadbirkorlik davri pensiya jamg'armasining elektron bazasida mavjud emasligi sababli uning nafaqa hisoblanishida faqat 22 yillik staj inobatga olinishi mumkin. Bu esa uning nafaqa miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Chunki bu 10 yil eng faol va serdaromadli davrlar bo'lgan. Agar u ilgari 25 yil staj bilan pensiyaga chiqishi kutilgan bo'lsa, endi 32 yillik stajga ehtiyoji borligini anglatadi. Ya'ni u yana 10 yil ishlashiga to'g'ri keladi yoki kamroq pensiya oladi. 2. Mehnat daftarchasida yozuvlar mavjud bo'lsa-da, ammo ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilmagan davrlar egalari. Bu ayniqsa o'z vaqtida ba'zi firibgar ish beruvchilar qo'lida ishlagan shaxslarga taalluqlidir. Ish beruvchilar mehnat daftarchasiga yozuv kiritib, lekin pensiya jamg'armasiga to'lovlarni o'tkazmagan bo'lishlari mumkin. Ikkinchi misol. Gulnora opa, 55 yosh. 2000-yildan 2010-yilgacha xususiy bir tikuvchilik sexida ishlagan. Uning mehnat daftarchasida ushbu davr uchun yozuvlar bor. Biroq pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, sex rahbari Gulnora opaning ish haqidan ijtimoiy sug'urta badalarini ushlab qolgan bo'lsa-da, bu pullarni jamg'armaga o'tkazmagan. Gulnora opa ilgari bu muammo sud orqali yoki boshqa yo'llar bilan hal qilinishi mumkin deb o'ylagan edi. Endi yangi qoidalar bilan ushbu 10 yilni tasdiqlash uchun nafaqat sud qarori, balki ish beruvchining to'lovlarni amalga oshirganligini tasdiqlovchi bank hujjatlari yoki to'lov cheklari ham talab qilinadi. Bu hujjatlarni 15-20 yildan keyin topish deyarli imkonsiz. Natijada Gulnora opaning pensiyasi hisoblanayotganda ushbu 10 yillik staj inobatga olinmaydi. Bu uning nafaqa miqdorini taxminan 30-40% ga qisqartirishi mumkin. 3. Korxonasi tugatilib, arxivlari yo'qolgan shaxslar. Ba'zan korxonalar bankrot bo'lishi yoki boshqa sabablar tufayli tugatilishi mumkin va ularning arxiv hujjatlari saqlanmagan bo'ladi. Bunday holatlarda fuqarolar o'z ish stajini tasdiqlashda juda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. 3-misol. Azamat aka 62 yosh. 1985-yildan 1995-yilgacha katta bir qurilish trestida muhandis bo'lib ishlagan. 1990-yillarning oxirida bu trest tugatilib, uning arxivi yo'qolgan. Azamat akaning mehnat daftarchasida yozuvlar bor, lekin pensiya jamg'armasining elektron bazasida ushbu 10 yillik davr uchun aniq ma'lumotlar yo'q. Ilgari Azamat aka o'sha davrda u bilan birga ishlagan sobiq hamkasblarining guvohliklari va ayrim saqlanib qolgan ma'lumotnomalar orqali bu stajni tasdiqlashi mumkin edi. Endi esa yangi qoidalar ushbu turdagi tasdiqlash usullarini qabul qilmaydi. Agar trestning arxiv hujjatlari topilmasa yoki bank to'lovlari pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida aks etmasa, Azamat aka bu 10 yillik stajdan mahrum bo'ladi. Bu uning nafaqa hisoblanishida jiddiy muammolarga olib keladi va nafaqa miqdorini kamaytiradi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? 1. Doimiy ravishda rasmiy korxonalarda ishlaganlar. Agar siz davlat tashkilotlarida, yirik xususiy korxonalarda yoki to'lovlarni har doim rasmiy va muntazam ravishda amalga oshirgan tashkilotlarda ishlagan bo'lsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron bazada mavjud bo'ladi. 2. Pensionerlar. Agar siz allaqachon pensiya olib kelayotgan bo'lsangiz va pensiya hisoblangan bo'lsa, sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Ammo agar siz pensiya qayta hisoblashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu sizga ham ta'sir qilishi mumkin. 3. Yoshlar. 40 yoshdan kichik bo'lganlar uchun hozircha bu qoidalar bevosita yomon xabar emas. Chunki ularning kelajakdagi ish stajlari rasman hujjatlashtiriladi va elektron tarzda qayd etiladi. Lekin ularga ham maslahat. Har doim ishingizning rasmiyligini tekshirib turishlari kerak. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga vaziyatdan to'g'ri chiqishga yordam beradi. 1. O'tish davri qoidalari. Ba'zi hollarda eski qoidalar bo'yicha hisoblangan stajlarga ma'lum bir o'tish davri uchun imtiyozlar berilishi mumkin. Masalan, agar sizning pensiya yoshingiz yaqinlashgan bo'lsa, masalan, 1-2 yil ichida va sizda norasmiy staj mavjud bo'lsa, ma'lum bir foizini saqlab qolish imkoniyatlari ko'zda tutilishi mumkin. Lekin bu istisnolar juda tor doirada bo'lib, shaxsiy murojaat va batafsil tushuntirishlarni talab qiladi. Shuning uchun buni shunchaki umid qilib o'tirish emas, balki aniq ma'lumot olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur. Ular sizning shaxsiy holatingizni ko'rib chiqib, o'tish davri qoidalarining sizga nisbatan qo'llanilishi mumkinligini aytishadi.
2. Sud qarorlarining o'rni. Agar siz ilgari norasmiy ish stajini sud orqali tasdiqlagan bo'lsangiz, bu sud qarorining yuridik kuchi saqlanib qolishi mumkin. Biroq, shuni unutmangki, sud qarorining o'zi pensiya jamg'armasiga ijtimoiy to'lovlar o'tkazilganini tasdiqlamaydi. Demak, sud qarori sizga stajni tasdiqlash uchun asos bo'la oladi. Ammo pensiya jamg'armasi sizning ish beruvchingiz haqiqatdan ham ushbu to'lovlarni amalga oshirganligini tekshirishni talab qilishi mumkin. Agar bu to'lovlar topilmasa, sud qaroriga qaramay, bu davr inobatga olinmasligi ehtimoli bor. Bu juda nozik nuqta va ko'pchilikning tuzoqqa tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni, faqatgina sud orqali tasdiqlangan staj ham endi avtomatik ravishda pensiyaga ta'sir qilmasligi mumkin. 3. Mehnat daftarchasidagi xatolar va kamchiliklar. Ko'p yillar davomida mehnat daftarchalarida turli xatolar, yozuvlardagi kamchiliklar, muhrlarning aniq bo'lmasligi kabi holatlar uchraydi. Ilgari bunday kamchiliklar ba'zan tuzatilar yoki qo'shimcha hujjatlar bilan tasdiqlanardi. Endi esa har qanday mayda xato ham rasmiy hujjat sifatida uning yuridik kuchini shubha ostiga qo'yishi mumkin. Masalan, tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki muhr bosilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bu davrni inobatga olmasligi mumkin. Shuning uchun mehnat daftarchangizni diqqat bilan tekshiring va har qanday kamchilikni hoziroq tuzatishga harakat qiling. 4. O'zboshimchalik bilan to'lovlarni amalga oshirish. Ba'zi fuqarolar norasmiy stajlari hisoblanmay qolishidan qo'rqib, pensiya jamg'armasiga o'zboshimchalik bilan pul o'tkazishga harakat qilishlari mumkin. Ammo shuni eslatishim kerakki, pensiya jamg'armasi faqat ish beruvchi tomonidan amalga oshirilgan yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun belgilangan tartibda amalga oshirilgan to'lovlarni qabul qiladi. Shunchaki o'zingiz hisobga pul o'tkazsangiz, bu staj sifatida tan olinmaydi. Buni qonuniy yo'l bilan tegishli tartibda amalga oshirish kerak. 5. Qo'shimcha hujjatlarning ahamiyati. Yangi qoidalar nafaqat rasmiy to'lovlarni, balki har qanday qo'shimcha hujjatlarning ham ahamiyatini oshiradi. Masalan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, korxona buxgalteriyasidan olingan hujjatlar, buyruqlar nusxalari. Ammo bu hujjatlar ham pensiya jamg'armasining elektron ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarga mos kelishi shart. Agar yozma hujjat mavjud bo'lsa-yu, lekin elektron bazada tegishli to'lovlar aks etmagan bo'lsa, bu staj hisobga olinmasligi ehtimoli katta. Bu ko'plab eski, qog'oz shaklidagi hujjatlarga ishongan odamlar uchun juda katta tuzoqdir. Amaliy maslahatlar. Nima qilishingiz kerak? Bu yomon xabarga qanday tayyorlanishingiz mumkin va qanday choralar ko'rishingiz kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Bu harakatlar may oyidan oldin boshlanishi shart. 1. Ish stajingizni tekshiring. Bu birinchi va eng muhim qadam. Hozirning o'zidayoq pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qiling yoki agar sizda elektron imzo bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'zingizning mehnat faoliyatingizga oid ma'lumotlarni tekshiring. Sizga pensiya jamg'armasi bazasida qaysi davrlar uchun to'lovlar mavjudligi haqida ma'lumotnoma berishlari kerak. Bu ma'lumotnomani diqqat bilan o'rganing va uni o'zingizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bilan solishtiring. Qaysi davrlar uchun ma'lumotlar mos kelmayotganini aniqlang. 2. Mehnat daftarchangizni tartibga soling. Agar mehnat daftarchangizda o'chirilgan, tuzatilgan yozuvlar, muhr bosilmagan qismlar yoki aniq bo'lmagan yozuvlar mavjud bo'lsa, ularni hoziroq tuzatish choralarini ko'ring. Ishlagan joyingizga, agar u hali mavjud bo'lsa, murojaat qilib, to'g'rilash kiritishni so'rang. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxivini topishga harakat qiling. Bu jarayon vaqt talab qiladi. Shuning uchun hoziroq boshlash kerak. Har bir yozuv aniq va tasdiqlangan bo'lishi kerak. 3. Yetishmayotgan hujjatlarni to'plang. Agar pensiya jamg'armasi bazasida sizning stajingizga oid ma'lumotlar yetishmayotgan bo'lsa, lekin sizning mehnat daftarchangizda yozuvlar bo'lsa, birinchi qadam, o'sha korxona yoki tashkilotga murojaat qiling. Ulardan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlarning nusxalarini, shuningdek, pensiya jamg'armasiga ijtimoiy to'lovlar o'tkazilganligi haqidagi ma'lumotnomani talab qiling. Bu ma'lumotnomada to'lovlar amalga oshirilgan davrlar va miqdorlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxivini topishga harakat qiling. Shahar yoki tuman arxivlariga murojaat qiling. Ba'zan yirik korxonalarning hujjatlari markaziy davlat arxivlarida saqlanadi. Bu jarayon murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling
va qidirishni to'xtatmang. 3-qadam. Agar yuqoridagi usullar natija bermasa, yuridik maslahat oling. Advokat bilan maslahatlashing. Ba'zi hollarda sud orqali ham ma'lumotlarni tiklash yoki stajni tasdiqlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Ammo yuqorida aytilganidek, endi bu ancha murakkablashgan va to'lovlar haqida ham dalillar talab qilinishi mumkin. 4. Qonuniy yo'llar bilan norasmiy stajni rasmiylashtirish. Agar siz norasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz va bu davrlarni rasmiylashtirishni istasangiz, hozirgi kunda o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, ijtimoiy to'lovlarni o'zingiz amalga oshirish imkoniyati mavjud. Bu sizning kelajakdagi pensiyangizni ta'minlash uchun muhim qadam bo'lishi mumkin. Lekin bu o'tmishdagi stajni avtomatik ravishda tasdiqlamaydi, balki hozirdan boshlab yangi staj yig'ish imkonini beradi. Shuningdek, prezident qarorlari bilan norasmiy sektorlarda ishlagan ayrim toifadagi fuqarolarga, masalan, ayollarga, dehqonlarga o'tgan yillar uchun shartli ravishda ijtimoiy to'lovlarni to'lab, stajni sotib olish imkoniyatlari berilgan. Bu borada pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan aniq ma'lumot oling. May oyidan oldin bu imkoniyatlardan foydalanib qolishga shoshiling, chunki yangi qoidalar bilan bu imkoniyatlar ham torayishi mumkin. 5. Pensiya yoshingiz yaqin bo'lsa, ayniqsa faol bo'ling. Agar sizning pensiya yoshingiz yaqinlashib qolgan bo'lsa, masalan, 1-3 yil ichida kechiktirmasdan pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ulardan sizning joriy ish stajingiz va pensiya hisoblanishi uchun nimalar yetishmayotgani haqida to'liq ma'lumot oling. Shaxsiy maslahat oling, chunki sizning holatingiz o'ziga xos bo'lishi mumkin. Qanchalik tez harakat qilsangiz, muammolarni hal qilish uchun shunchalik ko'p vaqtingiz bo'ladi. 6. Barcha hujjatlarning nusxalarini saqlang. Pensiya jamg'armasiga topshirgan barcha hujjatlaringizning nusxalarini o'zingizda saqlab qoling. Shuningdek, pensiya jamg'armasi bilan bo'lgan har qanday yozishmalar yoki ma'lumotnomalarning nusxalarini ham saqlash juda muhim. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni hal qilishda sizga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugun men sizga may oyidan boshlab kuchga kiradigan va 40-65 yoshdan oshgan odamlar uchun juda muhim bo'lgan yangi qoidalar haqida ma'lumot berdim. Bu yangiliklar norasmiy ish staji bo'lganlar, hujjatlari to'liq bo'lmaganlar yoki korxonalari tugatilib, arxivlari yo'qolganlar uchun jiddiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Endi faqatgina rasmiy pensiya jamg'armasiga to'lovlar amalga oshirilgan ish davrlari inobatga olinadi. Shuning uchun vaqtni boy bermasdan hoziroq o'z ish stajingizni tekshiring, yetishmayotgan hujjatlarni to'plang, mehnat daftarchangizdagi xatolarni tuzating. Eng muhimi, pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlariga murojaat qilib, shaxsiy maslahat oling. Bu ishlar ertaga qoldirilmasligi kerak, chunki may oyi yaqinlashmoqda. Umid qilamanki, ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va sizni harakatga undadi. Agar sizda savollar bo'lsa, iltimos, ularni sharhlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Bu videoni yoqtirgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotni do'stlaringiz va qarindoshlaringizga ham ulashing, chunki ular ham bu haqida bilishlari shart. O'z kelajagingiz uchun hozirdan qayg'uring. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha